Assalomu alaykum, hurmatli bekajonlar. Kanalim a'zolari hamda kuzatuvchilari. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga grechka palov qilib ko'rsatmoqchiman. Grechka palov ko'pchilikka emas, o'zimga bo'lgani uchun kam narsalar oldim. Azizlar, diyetadaman. Mana shu go'sht 2 bo'lak, bir dona kartoshka, bir dona sabzi, bir dona piyoz. Hozir buni to'g'rab olamiz. Şu o'tmas bo'lib qo'yganman palov. Juda ham mayda qilmaymiz azizlar. Mana shunday kattalikda go'shtimizni to'g'rab olamiz. Mana azizlar. Endi kartoshkamizni to'g'rab olamiz azizlar. Kartoshkani ham to'g'rab oldik. Kartoshkani ham to'g'rab oldik azizlar. Endi sabzini qalamcha qilib olamiz. Salomka qilib to'g'rab olamiz sabzini. Ancha kundan beri ish qilmadim azizlar. Qo'lim kelishmay qopti. Davleniyam 200 dan yuqori ko'tarilib больницада yotib chiqdim. Shuning uchun roliklar ham chiqara olmay qoldim. Albatta meni ham oz bo'lsa ham kuzatuvchilarim bor, to'g'rimi? Kuzatuvchilarim shu yoqqandirki, kanalimni ko'rishayotgandir albatta. Buning uchun albatta rahmat aytaman. Kanalimni ko'rishda davom eting azizlarim. Sizni ko'rib borayotganingiz men uchun katta yordam bo'ladi. Hammalaringizga rahmat. Yangi yil atrofida mana shunaqangi sog'lik jindik buzilib qoldim-da. Yaxshi roliklar chiqara olmay qoldim. Buning uchun uzr so'rayman. Mana endi bugundan yana lecheniyalarni olib rolik chiqarishni boshladim. Xudo xolasa, lekin parhez bir oy parhezda yuraman ekan. Shunga mana grechkadan o'zim uchun taom tayyorlayapman. Sizlar bilan bo'lishkim keldi azizlarim. Piyozni ham mana to'g'rab oldik. Tayyor bo'lgan mahsulotlarimizni olib gaz yoniga boramiz endi. Azizlar, bo'lmasa boshladik mana. Birinchi piyozimizni solamiz. Go'shtimiz yumshoqroq bo'lishi uchun. Bo'lmasa birinchi solsak qattiq bo'lib qoladi. Piyoz solib to'g'raymiz. Go'shtimizni ham tashlaymiz. Azizlar, go'shtimizning rangi o'zgardi. Endi sabzini solamiz.
Sabzimiz o'lguncha, yaxshilab yumshoq bo'lguncha qovuramiz. Endi azizlar kartoshkamizni tashlab olamiz. Buni ham qovuramiz. Endi tuzini solamiz azizlarim. Tuz ko'p solmaymiz. O'ziga harakat. Endi tomat solamiz azizlarim. Yozda yopgan sitsebelim bordi, mana shundan tomat ishlab ketdim. Mana yaxshilab aralashtiramiz. Ko'chamizda to'y bo'lyapti. Mashinalar, signallar eshitilayotgan bo'lsa agar. Mana azizlar, endi grechkamizni solib olamiz. 1 piyola grechka. Mana shu piyolada ko'rsatmasdan, mana shu piyolada yuvib oldim. Yuvib, ozgina o'tib qo'ydim. Endi solib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi shu grechkamizni ko'mguncha qilib qaynab turgan suvimizdan quyib qo'yamiz. Azizlarim. Mana qaynab chiqsa bir ko'zini ko'rib olamiz. Olovini pasaytirib, ustini yopib qo'yamiz qopqoq bilan. Azizlar, mana grechka palovimiz ham tayyor bo'ldi. Kamgina qilaman dedim, qarang ko'p qilib Bu 2-3 kun yeyman agar o'zim. Endi suzib olamiz. Azizlar, grechka palov yoniga salat qilmoqchiman. Buning uchun mana shu karamni oldim. Mayda to'g'raymiz. Karsillagan ekan. To'g'raganimda chachrab ketyapti. Mana shunaqa qilib to'g'rab olaman. Karam to'g'rab oldim azizlar. Mana endi ozgina tuz berib, sho'ram mumkin emas. Tuz berib maydalab olamiz. Mijg'ib olamiz, ya'ni bunday qilib. Sal yumshaydi karamimiz. Uncha to'kilganiga parvo qilmaymiz. Mayin bo'ldi. Ham tuzi ham aralashdi. Yonidagilarni ham so'raveramiz. Endi bunga ko'katimizni to'g'rab solamiz. Bunga solamiz endi. Azizlar, sizlarga ilgari ham ko'rsatganman, markovcha tayyorlashni qanaqaligini. Shu markovchadan kecha tayyorlagandim, sizlarga ilgari ko'rsatganim uchun shartmas deb o'yladim. Shu markovchamizdan ozgina sovuraman, chiroyli ko'rinishi uchun. Zaytun yog'iga qilganman buni. O'zimga bo'lgan uchun mana ozgina qildim. Bu menga ko'p albatta. Biznikilar hammalari to'yga ketishdi bugun. Qo'shnimiz kelin olyaptilar. Shu yoqqa katta hovlida men o'zim qoldim. Mana azizlar, tayyor shu bilan salatimiz ham. Endi dasturxonga tortamiz. Mana aziz kuzatuvchilarim, obedga o'zimga dietический stol tayyorlab oldim. Endi ovqatimizni ham solamiz. Ko'rib turganingizdek salatlar tayyorladim.
Bu ham dietabob salatlardan. Salatlarni yonida albatta suv ham bor. Qaynab sovutilgan suv. Mana grechka palov obedga. Kechga nima qilsam ekan deb o'ylanyapman endi. Mana azizlar. Hammalaringizga agar obed bo'ldi hozir, obed qilib o'tirgan bo'lsalaringiz, yoqimli ishtaha. Videomni ko'rgan bo'lsalaringiz albatta like bosib, obuna bo'lmaganlar bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Allohga omonatsiz azizlarim. Yanagi video roliklar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Men sizlarni yaxshi ko'raman.